Ya. Ya, bu qayerdami? Ya, qayerga tushib qoldim? Obsidianmi? Yo'q, meni qayerga qamashdi? Ya, obunachilar ham shetda ekan. Hammaga salom bola, bu Shojaga 12 kanali. Bugungi videoda mana shu meni qamab qo'yganlar bilan ikkinchi videosini olamiz. Faqat bu topshiriqlar xonasi bo'ladi. Hozir ana shu ulardan o'tamiz. Xo'sh, bu yerlarda nima bu? Bular nima kerak? Menimcha kamon yasashga, chunki kamonni crafti shunaqa. Bir taxta ham bor ekan. Taxta menimcha bizga versta yasash uchun kerak. Verstaga qo'yamiz. Mana kamon yasaymiz. Bo'ldi, uni olib ketsak ham bo'la. Menimcha olib ketish kerak. Biri kamon o'zini yasash. Va bizga nima kerak? Kamonni yasash. Menimcha oz ko'ramiz. Xo'sh, bulardan biz o'tolmaymiz. Xo'p, mana bu nimadir bor ekan bo'ldi. Bitta narsa tushdi, bu tugmami? Ko'rdingizlarmi bo'ldi? Mana qilib o'tib ketsak bo'la. Xo'sh, ikkinchi xonada nimalar bor? Xo'sh, bu tosh bilan bor ekan. Beri richa yasash uchun bizga shular kerak ekan. Xo'sh, ikkinchi bosqichdan ham o'tyapmiz. Uchinchi bosqich. Bu nima? Xudoga shukr, ana bu yerdan chiqamiz hali. Mana bularni olamiz. Menimcha bular ham kerak. Xo'sh, bu yerda nimalar kerak? Endi. Menimcha sizlar ham ko'rgan bo'lsanglar kerak. Mana bu yerga anvilni qo'yib, ana bu yoqqa tushirish kerak, keyin mana bu yerdan narsa chiqadi. Keyin hozir mana ko'rsataman. Qo'yasizlar, ichidan dinamit chiqadi. Ana, beri chiqdi. Endi buni olsak bo'la. Xo'p, richakni olamiz. Taklik. Ana. Ketdik. Ana, bir qamoqxonadan chiqdik. Hozir. Va bolalar, biz qamoqxonadan chiqdik. Bera kirib bor ekan. O'ldirib olaylik. Bo'ldi. Xo'sh, bolalar, mana qamoqxonamiz. Mana bu birinchi, ikkinchi, uchinchi xona va uchinchi bosqichda shular bizda bor ekan. Mana ana bu yerdan bor. Oldik. Bu ikkinchisidan uchinchisida anvil raketa. Tamam. Agar video yoqqan bo'lsa, albatta obuna va like tugmasini bosib qo'ying va o'z fikrlaringizni kommentariyada yozishni unutmang. Agar shu joyga kirganingiz uchun addushi rahmat va hammaga xayr.